Dravilkani internetdan olib bir oy o'chib turib kutib aka-ukalar zerikdilarmi? Endi shuni oldini olish uchun mana sizlarga Lider universal dravilkalari xudo xolasa shu an'anani to'xtatadi desak ham bo'laveradi aka-ukalar. Uzoq kutmaysizlar, narichida ko'piga e'tibor bersanglar hali brendimizni ham yopishtirib ulgurganimiz yo'q, lekin aka-ukalar xudo xolasa ikkita emas, naqd 4 ta sex bilan ish qilyapmiz. O'zimizda ham dehqonchilik birinchi qo'l. Aka-ukalar ish kuchi ham ko'paydi, xudo xolasa sifati ham yana ham yaxshilandi. Xudo xolasa aka-ukalar bemalol qo'rqmasdan olaverasizlar. Farg'ona viloyati Yazyovon tumani Xonobodda. Lider universal dravilkalari. Manzilda ahamiyat yo'q, sababi 12 ta viloyatga xudo xolasa aka-ukalar O'zbekiston bo'ylab dastavkalar yetib boradi. Uylardan bitta zakasni olib kelishib qo'ysanglar bo'ldi. Xudo xolasa aka-ukalar shu ko'rgan holatinglarda temirlari mustahkam, tishlari baquvvat bo'lib yetib boradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum do'stlar. Menga yaxshimisizlar? Do'stlar, yaxshi bo'ldingizmi? 1,5 millionlik dravilkamiz ancha mashhur bo'lib ketdi. Ha, xudo xolasa. 1,5 million emas, 1,400,000 dan ham berib yuboribsiz. Eshitdik. Ha, shunaqa. Xudo xolasa. 1,5 million so'mlik ham bor, ha? Bor. Faqat zakaz asosida quruqqa. Quruq o't chiqaradi. Endi bundan buyog'i ho'l yo'q desam, ho'lini ham bilmayman. Qayerdan topib keldingiz? Ho'lni topdik mana. Yangi o'rilgan-a? Yangi mana. Suvi ham chiqyapti. Bugun gap so'zlarimiz isboti bilan. Isboti bilan bo'ladi. Bugun dastavkamiz 12 ta viloyatga. 12 ta viloyatga bor, xudo xolasa. Narxlarni ham xudo xolasa tushirib 3 million sotayotgan dravilkamizni 2,5 million qo'yib yubordik. 2,5 ga sotayotgan dravilkamizni 2,100,000 so'mdan qo'yib yubordik. Aksiya narxlari xudo xolasa. Materialini anaqasini o'zgartirmadik, xudo xolasa, sifatini. Sifati o'zgarmagan holda narxi o'zgargan xolos. Ya. Xudo xolasa aka-ukalar, ko'ringlar videoni oxirigacha. Bugun mana tosh deganga tosh, shalaka blok shularni chiqarib beramiz. Oldingi videolarimizda chiqarmaganmiz. Hozir Dostonbekka nima ko'p, dravilka ko'p hozir. Biz shuncha paytdan qilmadik. Biz ham hozir mana o'tni bu quruq o'tlar chiqarib bersak bo'ladi. Hozir bitta o'zimiz uchun test qilib beramiz. Bitta tishlarni olib qo'yasiz kelib. Tishlari xudo xolasa o'tkir holatda turibdi. Buni ishlatib bo'lmam, yana tishini ko'rsatamiz. Ochib ko'rsatamiz. Ishlatishni boshlayveramiz. Boshlayveramiz xudo xolasa. Mana aka-ukalar, endi haligi buqani yemlayman deganlarga ham endi bu holatda berib bo'lmaydi. Chorvaga ham, parrandaga ham bir xilda ketaveradigan makka yorma, uni qattiqligiga ham o'zinglar anaqa qilinglar, ahamiyat beringlar. Xudo xolasa mana bug'doyni ham tolqon qilib, tayyor ratsion qilib yemlashga xudo xolasa. Ketdi bosib. Yap. Mana. Doğru toplar yan yaptı. Ya topla. Tamam. Bu. Doğru. Endi mana bu holatdan aka-ukalar, shu holatda kelgan. Mana tayyor mana. Hozir qarang, makkani o'zi ham buni maydalangani bilan bozorda kilosiga ham farqi bor pulida. To'g'ri. Yo'q. Mana bug'doyni mana qanaqa holatga olib keldik. U holatga deb qo'ydik. Ya. Aka-ukalar shu yerlariga mehnat uchun like bosadigan joyi, xudo xolasa mehnat qadrlaydigan, o'zini
jonini qadriga yetadiganlar uchun bu mana lider universal drabilkalar. O'ziga tosh deb aldab tosh qolyapti. Mashina solasizmi? Solaman. Ha? Gap yo'q. Hech bo'lmasa. Hech bo'lmasa. 18 kilo uylarda mashinalar ishlashlari xudo xolasa shu. Nimalari bo'lib ketdi endi bu yerda. Bu qarang. Chetkali holatda, sekin ko'rsatasiz hozir. Ha. Chetkali holatda-ding. Gap yo'q. Mana haqiqatda qanaqa maydalar. O'zi aslida toshda bunaqa maydalar hech narsaga ishlatilmaydi, lekin Просто lider drabilkamiz qanaqa mustahkamligini ko'rsatish test. Nima ko'p o'sha aytmoqchimiz drabilka ko'p. Dostonbekka hamma joyda drabilka ko'p. Просто bu videomiz orqali biz nima demoqchimiz? Bu videomiz orqali bizni drabilkani olaymikan, olmaymikan deb o'ylab turgan obunachilarimizga ishonch hosil qilish uchun. Lekin birovga tavsiya bermayman buni qilib chiqarishni. Setkali holatda chiqardik mana. Sizlarga bir o'ylam tashlaymizmi? Aqlliga ham o'zinglar qo'ykimas boshqami? Bitta like bosib qo'ysa bo'ldi. Ana u. Mana ketdi. Ana u. O'zi maydalar bor-ku. Kimga foyda deb qo'ying. Kimga foyda, kimga ziyon. Mana akalar. Endi hazil huzuri lekin mana baquvvatligini nima berish maqsadida bo'ldi. Endi ishlating. Ishlatingda shunga sovoraveramiz. Bo'laveradimi? Bitta shunda chiqarib beraveramizmi? Bitta shuni chiqarib beramiz. Tosh chiqarib ishlashga yaramaydi deganlar uchun bu isbot bilan javob bo'ladi. Ket. Qo'l qo'ya ketdi. Yo'q. Hozir ketkasi chiqarilyapti. Ketga qo'ysa bundan ham mayda bo'ladi. Endi bu mol uchun. Qo'y uchun bo'lsa ketkalarni qo'yib endi qarang, setkasi holatida bu molga bo'ldi. Qo'y uchun bo'lsa setkasini bitta qo'ysa, xudo xolasa bundan ham mayroq chiqaraveradi. Qarang. Tayyor, aksiyon tayyor. Ozgina kepasitasilar bu. Isrof ham bo'lmaydi. Isrof mana. Silos bilan mana aralashma. Tayyor, aksiyon tayyor. Xo'p, endi qarang. Endi ishlatdik, toshni chiqardik, ha? Chilaga bloy chiqardik, qo'lni chiqardik, pulni chiqardik. Endi
Gap so'z isboti bilan qanaqa holatda bo'ldi tishi. Tishini ham ko'rsatib ketaylik a. Xudo turing. Mana kukular. O'zini liniyasidan chiqqani yo'q, aylanishlari Yurib ketgan yo'q, joyi turibdi. Yurib ketgan yo'q. Qaltiragani ham yo'q muhimi, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Tosh chiqardik, g'isht chiqardik mana. Mana Sheben chiqardik. endi Joyi turibdi pichoqlari. buni qarang. Maslahat bermaymiz, chiqarib ko'rishmas. Tavsiya qilmaymiz, просто o'zimiz uchun test qilib oldik xolos biz. Test qilib Endi buni oldik. mustahkamligini, tishlari qanaqa baquvvatligini aka-ukalar просто ko'rsatdik xolos. Endi osh tashlaganingizdan keyin ozgina bo'lsa ham baribir latiyda. Lat edi. Ammo mana chiqarishiga hamma ta'sir qilmaydi-yu, lekin nima deydi? Faqat qo'l quruvni chiqarsin. to'ppa-to'g'ri. Hali 1 yil emas, 5 yil, 10 yil, 15 yil ishlasin. Nima deyman? To'ppa-to'g'ri. Xo'p, endi qarang. 1,5 million so'mligi ham bor deydik-a. Bor. Endi narxlarni bularni yana bir qaytarib ayting, ma'lumotlarni qisqa bo'lsa ham berib o'tib keting. Qanaqa motor, hozir qanaqasini qishki sezonga qanaqasini tavsiya qilasiz? Hozir eng hadoga ketayotgan drabelkamiz 3 kilovatlik, 4 kilovatlik ketyapti. Aha. Bitta setga oling aka. 3 kilovatlik, 4 kilovatlik ketyapti. Eng hadoga ketayotgan. Eng asosiy narxlari ham chiroyli narxlarda. 3 kilovatlikda narxi 2 million 100 ming so'm. Joyimiz chiqayotgan narxi. Dastavkalarga kelishiladi. Ko'p qo'shilmaydi. Kattasi hozir mana bu 3 kilovat, bu 4 kilovat. Korpuslar bir xil, motorlarida farqi bor xolos. Motor baquvvati 2500 ming so'm texnik chiqayotgan narxi. Ikkalasi ham alyuminat modga. Pastki ishlaydi. 160 dan 240 ishlayveradi. Dastavkasi bilan shu holatga yetib boramiz. Dastavkasiga qo'shiladi. Necha pul qo'shiladi? Joyiga qarab kelishamiz. Ko'p Bitta qo'shiladi. aytaylik, O'zbekiston bo'ylab necha pul qo'shiladi? O'zbekiston Xohlagan joyiga. xohlagan joyiga 200 ming qo'shiladi. 200 ming. 200 ming qo'shiladi. Mana, jup olganga 150 mingdan qilib berasiz. Bo'laveradimi? Bo'laveradi. 150 mingdan qo'shilib olsin. Bo'laveradi. U ham bo'laveradi. Endi vodiy ichi bo'lsa tekin qilib berasiz. Bo'laveradimi, kelishdikmi? Vodiy ichi birinchi telefon qilgan 10 ta odamga shu 2700 mingdan ketayotgan drabelkami Aha. tan narxida 2,5 milliondan qilib beraman. 2,5 milliondan. 2,5 milliondan qilib beraman. Faqat 10 ta odamga. 10 ta odamga. Endi mana setkalar bilan bir tanishib qo'ysak, 4 xil setkasi bo'ladi. Bu So'talim akaga, bu bug'doyga, bu ikkita hashakka. Tashak. Mol boq, qo'y boqib beradi. Eng asosiysi setkalari mana yondan tushadi aka. Bu fitkalardan biri yonidan tushadi. Yondan tushadi. U kulish oqtari, ombor oqtari yo'q. Yondan bittada tushadi. Endi aka-ukalar bu drabelkani ishlashdan maqsad faqat maydalash emas, vaqtni ham tejash. Bu To'ppa-to'g'ri. to'rovini bo'shatib, bo'tga akalarni vaqt ketkizgandan yonidan bir kirgizib chiqarib ishini qilaveradi. To'ppa-to'g'ri. Xohlasa aka-ukalar vaqtdan ham, isrofgarchilikdan ham tejaydigan. Endi maqtaganimiz bilan aka-ukalar o'zingizlar mustahkamligini ko'ringlar, to'g'rimi? To'g'ri. Dastavkalarni aytdik, narxlarni aytdik. Xudo xohlasa, qarang, qishki sezonga qaysi birini tavsiya qilasiz? Qishki sezonga hozir eng hadoga ketayotgan drabelka alyuminat modga bo'lyapti, Aha. chunki juda ko'p joylarda tok hozir past. Past. Alyumin o'shachi hadoga. Mis ham yaxshi. Misga 250-300 ming so'm qo'shilib qoladi tan narxiga. Past to'kda ishlashiga ta'sir qiladimi uni? Mis motorga 200 dan baland bo'lishi kerak. 200 dan baland bo'lishi. 200 dan baland bo'lishi kerak. Alyuminga ta'sir qilmaydi. Alyumin ta'sir qilmaydi. 150 plus yog'i minus. Tok o'ynash holatida kuyib qolmaydi. Alyumin modga eng hozir ko'p sotilayotgan drabelkalarimiz hozir. Necha yil garantiya beramiz bularga? Motoriga qancha? Motorida o'ziga 6 oy garantiyasi bor. Drabelkani o'ziga 1 yil garantiyasi bor pichoqlari bilan. O'zidan ziyon kelmasa-ki, xudo xohlasa, Xudo xolasa olib ishlatishyapti, hali bir unaqa bo'lgani yo'q. Xudo xolasa atkasi bo'lgani yo'q, chiroyli. Shu paytgacha unaqa muammo bo'lmadi. Muammo bo'lmadi, xudo Muammo xolasa. bo'lsa meni o'zimga ham telefon qilishadi. To'ppa-to'g'ri. Kommentariyalarda o'qiyapman. Xudo xohlasa hamma rahmat aytyapti. Birta ikkita chiroyli ishlasak, mana aka, nomerlarni kontaktlarni oldiga saqlanib qo'yinglar. Bugun, erta imkoniyatinglar yo'q bo'lsa, qachon bo'lsa, xudo xolasa, nalichida bir kunda nechta tayyor bo'ladi? Bir kunda 10 ta chiqadi. 10 ta. Endi hozir 3 ta 4 ta sex bilan ishlayapmiz. Shu 20 taga yetkazish ham Xudo xolasa o'shanga harakat. kuniga 20 taga yetkazish. Xalqimiz like bossin, podeshkada bo'lsin, universal drabelka narxlarini bundan-da tushirib, sindirib beramiz, xudo xolasa. Bu shu drabelkalar 3 million, 2,5 million sotilayotgan drabelkalar.
biz o'sha 3 million drabilkani 2,5 million so'm qo'yib yubordik. 2,5 so'm drabilkani 2,1 million so'm qo'yib yubordik. Endi qarang, yangi yilga yangilik qilaman deb o'zi o'tgan videomizda aytgandik. Ikkita drabilkani rasm endi 500 ming so'mdan 4 dona chiqarib beradi. 4 dona bor. Yangi yilga yangilik qilib 4 ta obunachimizga xudo xolasa. Endi hali tekin desak shu paytgacha ko'p joylarda chiqarilyapti. Berganda siz ham men ham ko'rganimiz yo'q, to'g'rimi? Ha. Yangi yilga xudo xolasa sovg'a qilaylik. Bo'laveradimi? Bo'laveradi. 4 ta chiqarib beramizmi yo yana ko'ngillar chiqadigani bormi? Xudo xolasa ko'ngildan chiqarib agar shu videomiz o'tgan safar videomiz hozir 15 ming 16 mingtaga yaqinlashyapti ekan. Laglari ham xudo xolasa 320 tami 330 ta bo'libdi. Shu videomiz agar lag kommentariydan tashqari videoda o'zi 20 mingta bo'lsa bitta drabga berib yuboraman. Lag qizig'i emas, kommentariy ham qizig'i emas. To'g'ri kommentariyani topamiz, g'olibni-yu. Lekin 20 mingta prosmotrga bitta drabga beramiz. Lekin yangi yilgi sonimizga 4 dona 500 ming so'mdan obunachilarga like ham kommentariy ham hech narsani aniq aloqasi yo'q. 4 dona obunachimizga xudo xolasa keyingi videoda qanday aniqlashni aytib boraveramiz xudo xolasa. Akalar ma'lumotlarini ishlashini hamma yo'qni xudo xolasa ma'lumotlarni berdik. Tushunmagan joylarga mana ekranda nomerlar bor. Telefon qilib xudo xolasa bog'lanib savdolarni qilsanglar bo'laveradi.